Hozir sizlarga zamshni uy sharoitida qanaqa qilib tozalashni ko'rsataman. Ko'rayotgan yerda usti sal chang bo'lib yotdi buni. Qo'lim bundoq qilsam ko'rinmayapti. Birinchisi bizga kerak bo'ladigan narsa o'sha shotka. Shotkani ham ko'ringlar, yumshoq bo'lsa mana bunaqa basinkalari, agar qalin bo'lsa, zamsh ustini biz qo'yish mumkin. Birinchi qiladigan ishimiz ustini polностью tozalab olamiz. Ko'rganingizdek, buni polностью changini tozaladim. Endi farqini ko'rsanglar buni hali ustida changi qolib turibdi. Chap tarafida, o'ng tarafi buni toza bo'lgan. Endi buni rangini yanada ochamiz. Ikkinchi kerak bo'ladigan narsa bu bizga parovoy dazmol. Parovoy dazmolni ustiga yurg'asangiz, shu zamsh narsani, vasinkalarni, ya'ni usti shu zamshini yanada ochib, tetikroq rangini ochib beradi xullas. Faqat qilayotganda ustiga yurg'azayotganingizda tutuni bilan, pari bilan, ya'ni yaqin olib kelolmanglar, chunki zamsh ustini kuydirib qo'yish mumkin. Ko'rayotganingizdek, ustidan parovoy dazmolni yurg'azib chiqqandan keyin ozgina qoldirdik, qurib olish uchun. O'shanda farqini ko'rsanglar bo'ladi. Qanaqa rangi ochilib, svежий bo'lib qoldi. Bu poyni hali tozalamadim, shunaqa qilib, shu yo'l bilan bunisini tozaladim. Ikkita yaqqol farqi. Bu sizlar uchun layfhack. Bilaman ko'pchilik zamsh kiyib yuradi, lekin o'ylaydi, qanaqa uni tozalayman, havoda kir bo'lib ketadi deb. Mana sizlarga oson yo'li.